xafa bo'lishi o'zbeklarda profilaktika degan narsa yo'qda. Kasal bo'lib, o'lib qolay deb keyin doktorga murojaat qilishadi-da. Bolasini misol uchun tez olib kelishi mumkin, lekin o'ziga kelganda ko'plar orqaga tashlaydi-da. O'shaning uchun aytmoqchimanki, to'g'ri ovqatlanish bilan doim sportivniy bo'lish, ya'ni jismoniy harakatda bo'lib turish, bu juda ham katta narsa. Men mashinamni ham sotib yubordim. Chunki yarim yil mashina haydaganim o'zida bir 5 kilo vес qo'shib yuboraman-da. Ishxonam uyim oldidan oldim. Pishkom 5 minut yurib chiqaman. Mashinaga ham ehtiyoji yo'q. O'sha mashinada yuradiganlar bo'lsa, uyga kelib, mashinasini qo'yib, обязательно yarim soat peshkom yurib kelish kerak bo'ladi. Bu qon yurishtiradi, chunki o'zi harakatda dopamin ishlaydi-da. Mana bizga kayfiyatimiz tushib ketganda, boshqa qilganda, prosta ko'chaga chiqib yurib kelganimizning o'zida o'sha kayfiyatimiz bizda o'zgaradi. Nimaga? Chunki yurganimiz o'zida dopamin ishlaydi. Ya'ni bizda xursandchilik beradigan gormonlardan bittasi hisoblanadi. Shuning uchun yurish va to'g'ri ovqatlanish bu katta ahamiyatga ega.